Ulardan birinchisi personajimiz ustida turgan kapitan seti, brigadka seti va pojarniy seti keyingi sezonda qaytarkan. Shu haqida batafsil gaplashib o'tamiz. Keyingi mifik forjimizda qaytadigan boshqa mifiklar va mana bu yerda maxsus tanlovli omad chambaragi bor. Mana shu yerda ham old mifiklarni qaytaradi. Shular haqida ma'lumotga ega bo'lamiz va 6100 uyim bor. 6100 ga yangi qo'shilgan ultimatni ochib omad sinab ko'raman. 10 ta ochsam kerak menimcha. Xullas, video ma'lumotlarga boy bo'ladi. Videoni ko'rishdan oldin kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying. Biz videoni boshlaymiz. I with a gang, 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 gang. Niggas gon' swoop. Я приму статью, Videoni boshida bundan oldingi videoda bergan ma'lumotim haqida gaplashib o'tmoqchiman. Mumiyalar keysini 7-iyulda keladi deb adashib aytib o'ribman. Mumiyalar keysi 10-iyul kuni kelar ekan. Adashib qolmaymiz. Agar o'tgan videoda ko'rib 7-iyul kuni mumiya keladi deb o'ylagan bo'lsangiz, xato ekan, adashib ketibman. To'g'ri tushunasizlar. Ming bor uzr. Mumiyalar keysi, ya'ni mana shu 4 ta mumiya, yangi lednili mumiya, uzili mumiya skillari 10-iyul kuni kelar ekan. O'sha kuni bemalol o'yinga donat qilib, mana shu mumiyalarni akkauntingizga tushirib olsangiz bo'ladi. Xullas, kechirasizlar, adashib 7-iyul deb yoribman. Xo'p, birinchi ma'lumotimiz Mythic Forge'ga qaytadigan mifiklarimiz. Keyingi Mythic Forge'imizda mana shu mifiklar qaytarkan. Birinchisi House DJ seti, qiz bola personajga mos bo'lgan, kapalakka o'xshagan kostyum. Emotsiyasi juda ham uzun, mana shunaqa emotsiya qiladi. Kimga kerak bo'lsa, o'sha keyingi Mythic Forge'da kristallar evaziga olishi mumkin. Keyingi mifitskiy kostyumimiz esa tikanli askar seti. Mana shunaqa chiroyli emotsiyasi bor. Maskasini ko'zi yonib o'chib turadi. Bosh kiyimi ham yomon emas, chiroyli infernoga o'xshab ketadi. Shu kostyumda ham olsak bo'ladi. Keyingisi kosmetskiy, o'sha osmonda uchadigan unaqa leytenant Parsec seti ekan. Shuni ham Mythic Forge'dan olsak bo'ladi. Hozircha Mythic Forge'imizni qaytadigan qurollari haqida ma'lumot yo'q, lekin uchalasidan bittasi UMP bo'lishi kutilmoqda. Aytgancha, kommentariyalarda ko'pchilik 3.9 versiya yangilanishi qachon keladi deb so'rashyapti. 3.9 versiyamizni yangilanishi 8-iyul kuni Androidga ham, iPhone'ga ham keladi. 7-iyul kuni esa Telegram kanalimizga maxsus faylini Android telefonlar uchun tashlaymiz. Bemalol Telegram kanalimizga kirib qo'yinglar. 7-iyul kuni o'sha fayl orqali hammadan birinchi yangilab olsalaringdan bo'ladi. Endi esa brigadka, pojarniy va kapitan seti qaysi joyda, qanaqa ko'rinishda qaytish haqida gaplashib o'tamiz. Ushbu setlarimiz bitta keysda, ya'ni mana bu tanlash omad chambaragini keyingi sezondagisida qaytarkan. Mana shu tugaydi, o'rniga yangi premium keys qo'shiladi va o'rniga yangi o'sha selection lucky spin qo'shiladi. O'shanda qo'shilganda bunga kirasizlar, tanlashni bosasizlar, bu yerda mifiklar bo'ladi. Bu mifiklarimiz esa mana shu ekranimizda ko'rinayotgan shlem, mana bunaqa maxsus lobster kostyumi, keyingisi bunaqa osmonda uchadigan admiral kostyumi, guardian deb qo'ygan. Keyingisi yana bitta kosmetskiy mana shu set, emotsiyasi zo'r va bomba otib chiroyli emotsiya qiladigan mifikni ham mana shu joyda qaytarishar ekan. Keyingi sezonda ko'pchilik olsa kerak, juda ham emotsiyasini yorib qo'ygan. Masalan, men o'zim ham 2100 ga yaqinda o'sha Kibervikdan olgandim. Shu mifikni ham qaytarishar ekan. Keyingi joyda legendarniy sovg'alarimiz bor. Mana legendarniy sovg'alarni ham videoda ko'rishlaringiz mumkin. O'sha mifiklarga aloqador bo'lgan legendarniy skilllarni qaytaradi. Bu ruletkani tushunmaganlar uchun bu ruletka shunaqangi zo'rki, siz o'zingizga yoqqan mifikni tanlaysiz. Masalan, mana bu mifik sizga yoqqan bo'lsa tanlaysiz, buni tanlaysiz, bo'ldi. Ruletkani ochganingizda omadingiz kelib qolsa, faqat shu mifik tushadi xolos. Bularni tushmaydi. Bular tanlanmaysiz, ikkita mifik tanlaysiz. Legendarniyda ham mana shunaqa o'ziga kerakligini tanlaysiz. Faqat shular tushadi xolos. Tanlovli ruletka. Va ruletkamiz epitskiy bo'limiga o'tsak, o'tganimizda xuddi shu ko'rinishda tepada epitskiy skilllar boshqa bo'ladi. Pastda esa mana shu ko'rinishda brigadka, pojarniy va kapitan setini qaytarishar ekan. Ustiga bosamiz, bitta bosganimizdan keyin baqa o'tadi, bitta bosamiz, baqa o'tadi, bosamiz. Shu tarzda epitskiy qatorga o'zimizga kerakli epitskiy skilllar o'tkazib olamiz va o'sha complete selection qilganimizdan keyin ruletkamiz tayyor bo'ladi. O'shanda omadimiz kelib qolsa yoki yusimiz ko'p bo'lsa, по-любому epitskiy qatorda mana shu kapitan setini yoki da mana shu brigadka kostyumini olishingiz mumkin. Ko'pchilikda savol tug'iladi. Brigadkani qizili bor, yashili bor, boshqa ranglari bor, logosi bor deyishingiz mumkin. Yo'q, ular qaytmaydi va o'sha logosi bor akkauntlar redkiligicha qoladi. Mana bu ruletkamizda faqatgina mana bunaqa logosi yo'q, обычный o'sha standartniy mana shu forma qaytadi xolos. Ko'k ranglisi, hech qanaqangi logosi yo'q.
lekin baribir brigadga formasi bor. Mana shu forma qaytadi xolos. Boshqa ranglisi hech qanaqangi narsasi qaytmaydi. Mana shuni olsangiz bo'ladi. Atak bu ham juda ham zo'r. Uncha odamda yo'q edi. Keyingi sezonimizda, ya'ni avgust oyida mana shu brigadga ham hammada bo'ladi va pojarniy seti ham bor mana. Mana shuni ham mana shu joydan olib olishingiz mumkin bo'lar ekan va bu ma'lumotimiz hozircha 99% tasdiqlangan desam bo'ladi. 1% endi katta ehtimol bilan razrabochilar fikri o'zgarib qolishi mumkin. 100% deyolmayman, 99%, lekin aniq qaytargan. Tencentdagi tanishlarimizdan so'ragandek, ha, aniq qaytadi. Bemalol mana shu haqida video qilaverdi, o'shaning uchun video qilyapmiz. Mana shu joyda qaytargan deb aytishdi. Xullas, keyingi sezonimizda mana shu Selection Lucky Spinda mana shu skilllarni ola olamiz. Keyingi sezonda avgust oyida qaytadi. Taxminan shu 20-avgustda qaytsa kerak, 2 oydan keyin. Xullas, yangiliklarimiz shundan iborat edi. Endi Ultimate Musiga qanday bir open case qilib omad sinab ko'raman. O'zi menda 6 ta kristal bor, o'tgan ruletkadan yig'ib qo'ydim. Qani, ochib ko'ramiz. Birinchisi 10 UC ekan. 10 UC ga bizga oddiy ochkosini berdi. Birinchisini 0 UC ga ochib ko'ramiz. Birinchi 10 taligimizda nima berar ekan? Qani ketdi. Hech balo bermadi. Yaxshi. O'zi menga ultimate ruletkada uncha-munchasida aramay narsa bermaydi, mana ko'rishlar mumkin. Pixel. Оружие bizon tushib bersa zo'r bo'lardi. Kostyumda 6 taga olib qo'ya qolardim yoki maskasi tushib bersa ham zo'r bo'lardi. Voy, PUBG, qani 10 talik otsa nimadir berarmikan yo'qmi? Menimcha hech balo bermasa kerak. O, garantированный, rahmat kattakon. Davay, PUBG ber. O, yana bitta berdi, zo'r. Chotki. Yana bitta bersa, bemalol full ultimate olamiz. Ochkisini ham, o'zini ham adashmasam. Hop, 1400 qolibdi. O'sha ochkisi 2 tami yo? Ha, 2 ta ekan, yaxshi ekan. O'zi 2 ta 10 taligimiz qolibdi. O'sha bitta qoldi. O, bitta berdi yana, qaranglar. Yomon emas. Hop, ketdi. Ultimate UCL open case'imiz ham o'z nihoyasiga yetdi. 1,5 daqiqaga bormasdan va mana bu yerga o'tamiz. 50 taga buni obmen qilamiz. 10 ta bo'ldi. 10 taga ultimate'imizni olamiz. Albatta. Ko'pchiligi ultimate yoqmadi, ultimate'ga o'xshamaydi ham deyapti, to'g'ri? Prosta tanasi bor xolos, qanaqadir ultimate bob narsasi ham yo'q. Bunaqa o'q desa xiralashadi xolos. Boshqa noodatiy narsasi yo'q. Ochkisini ham olib qo'yaman. Bizonda endi keyinchalik yana yuzi tashlaganimda ochib olib qo'ysam kerak. Qolgan narsalar hozircha uncha muhim emas. Muhimi shu kostyumni o'zi edi, baribir. Kolleksiyaga kostyum muhimroq mana. Hop, qilamiz qo'limizdan orujani olib qo'ysak bo'ldi. Chiroyli kaska bilan turadi. Xullas, shu bilan biza qisqa va o'sha hypeoviy ma'lumotlarimiz, yangiliklarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi sonda biz mana brigadga ham qaytib ko'pchilikni xursand qilyapti ekan. Masalan, meni ham xursand qiladi. TDM set, TDM'lar hammasi mazza qilib oladi. Qali, bu yangilik sizga yoqdimi, yoqmadimi? Kommentariyada o'zingiz fikringizni qoldiring. Albatta, muhim, ko'pchilik buni eshitib, PUBG'ni o'chirib tashlayman, o'zi shu qo'lda qaytmagan deyishardi. Qaytganiga yarasha, faqatgina o'sha ko'k ranglisi qaytyapti xolos. Shuning uchun xursand bo'lsa bo'laveradi. Brigadkasi bor akalarimiz xafa bo'lishmaydi, chunki ulardiki baribir redki bo'lib qoladi. Chunki ulardiki mana bu joyda logosi bor, ko'kragida va orqa tomonda ham logosi bor. Xullas, shu bilan bizning videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqqan bo'lsa like bosing, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Sizlar bilan Sardorgan kanali bo'ldi. Hammaga omad, doimo birinchi o'rinni olib yuringlar.